Dilingdan najat Amma men bunday qilolmadim Ko'ngil berdim boshqa birisiga O'zgalarga men kuyolmadim Ayrılışni o'ylab bakmagan azaplarga men chidolmadim Ayrılışni o'ylab bakmagan azaplarga men chidolmadim Sen söydün sen başka birisini Başkasını ben suyalmadım Sen söydün sen başka birisini Başkasını ben suyalmadım Sorab yürüdüm kimlerden Korkup yal ben sürelmedim Kıyın işken yüzünü aldaş Ben özümü aldı almadım Bir mehal hoşal Bu günlerimi ben unutamadım Yürgenidik bir mehal hoşal Bu günlerimi ben unutamadım Kütüp yürüdüm başka bir sevgi Başka bir sevgi Hepsini ben suyalmadım Gaday körüp taşlıydın meki Olalmadım sen kütkününden Hazıdar men süygünge ebed Baxtlik bolğun maqsidin diye Hazıdar men süygünge ebed Baxtlik bolğun maqsidin diye Ha, programımız hoş geldiniz. İsminiz? Assalamu alaykum. Naqmaydan ko'rmalar, shundaqla televizor ekranidagi tomoshabinlar. Men Maralbeshdan kelgan 2 nomerlik Mahir Obul Talib Rashid. Hoş geldiniz programımızga. Maralbeshda, ha? Maralbeshda bir ish qilamsiz yoki? Men odatda shu Urumchida ushaq yak tijorat bilan shug'ullanaman. Masalan, qanday tijorat bilan? Ichkaridagi zavodlardan shu uyga astilgan pardani shu yurt tarafdagi xaridorlarga aşağıda parça satan xaridorlarga mal yetkazib beradi. Siz ichki o'lkalardagi korxonalar bilan shu yurtlardagi do'konning o'tirisidagi vakolatchilik tushuncha bo'ldi ekanda. Qandoq bir arzu armonning turtkisida Navo sahnasiga qadam tashlab qo'ydingiz? Bizning hech qanday mukofotni olsak, parda bilan ta'minlaymizda mukofotmi yo'q undan mukofot? Yo'q. Endi men o'zim odatda ishdan sirtqi yeziqchiliklar bilan
naqsh ijodiyatlar bilan shug'ullanaman. Yozuvchilik deganda masalan bag'oq yozamsiz kitobmi? Naqsh tekst yozaman, she'r yozaman. Naqsh tekst yozasiz. Ha, to'g'ri. O'zim yozgan, o'zim ijodiyat qilgan naqshlarni bir mushlar taqdim etib, mushu baholiq ustozlarningki menga bo'lgan bahosini bir anglab beqish maqsadida mush o'zimning ijodiyatimni elib keldim. Gapingizdan qaraganda ham hozir sizning hozir aytgan naqsha Tekst İcadiyet. muzikasi o'zimning ijodiyatim. teksti, muzikasi sizning ijodiyatingiz. O'zimning, Lekin ha. bu naqsha xili bo'ldi deyman. 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi ya. Ha. Ijodiyatingizni ag'ash kelganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Bundan boshqa ijodiyatdan bormi? Ha, bor. Hmm. Bundan keyingi bosqichlarda Buni keyingi bosqichlarda Ha. o'tib qolsangiz, O'tib Navoda qolsam. bizga chiroyli naqshlaringizni sovg'a qilasiz. to'g'ri. Unda bo'lsa Navo programmamizga qatnashibsiz. Bundan burun shu boshqa sahnalarda o'zingizning alohidligini bir ko'rsatib baqqanmi qanday? Hamda do'stlarimningki san'at konsertlari yana mushu Ipak Yo'l sadosi programmamizda Ha, ha, ha. o'zimning ijodiyatimni elib chiqqan. Ipak yo'li sadosida qatnashdingiz. Qatnashdim. Ha, yaxshi bo'pti. Ipak yo'li sadosi olsun yoki Navo programmasi olsun, hammasi bizning Uyg'urning sahnasi, o'z qarindoshlarimizning sahnasi. Mayli qaysi programmaga erishib, mayorlarimiz yaxshi alohidligini joriy qildira olsa, natijaga erisha olsa, biz chin ko'nglimizdan albatta xush bo'lamiz. Rahmat. Bo'ladi. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat. Bayram so'zingiz. Yarım var dep etme bahane, özün oyla mening baharım. Emdi buldum men bari divane, Mecnunum men senin baharım. Yarım var dep etme bahane, özün oyla mening baharım. Emdi buldum men bari divane, Mecnunum men senin baharım. Baharım, baharım, özüm oyla benim baharım. Baharım, baharım, Mecnunum ben senin baharım. Emdi mening yürekti suyganim, Xiyalımda özün baharım. Aşkında adda buldu bu canım, İzlegen gülüm sen baharım. Emdi mening yürekti suyganim, Xiyalımda özün baharım. Aşkında adda buldum bu canım, İzlegen gülüm sen baharım. Baharım, baharım, özüm oyla mening baharım. Baharım, baharım, Mecnunum ben senin baharım. Baharım, baharım, özüm oyla mening baharım. Baharım, baharım, Mecnunum ben senin baharım. Baharım, baharım, özüm oyla mening baharım. Baharım, baharım, Mecnunum ben senin baharım. Ha, Ubiljon, oldidan Qayrılışınızı qayrindishimizni tanıştırıp tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, bu qayrindishimiz Navoiylik ko'nib oldi. Bir qaytim haftalik yulduz bo'lgan, keyin yana bir qayrindishiga Ubil ismli qayrindishiga chiqish bergan bu Ubil ismli ballaqli qayrindosh bo'lib chiqadigan o'xshaydi. Bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu yoq mening yaqin do'stim
Hamkasbishim, hamkorlashuvchim ismi İbrahim Anvar. İbrahim. İbrahim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Rahmat. Rahmat. İbrahim kelib qoldi bizning navaga. Ha, tish doktorligini qilib o'tamsiz yo'qmi? O'sha naqsh qilib o'tayotganingizni? Qilib o'taman, tishingiz og'rib oshmamda. Tishingiz og'risa beraman. İşte zirqi vaqtlarda yo'lda xalqni tutib davolatamsiz ya. Yo'q, bugun do'stim Bultalib Navo programmasida qatnashibdi. Bu mashina jafakash ijodiyatchi ijodiyatlarini misanda Navo programmasi orqali televizor ekraniga ko'rmanlarga sunsam degan orzusidan keldi. Shundan men muammamda bo'lib yordam qilay deb bir kishi kuchim chiqaray deb birga yordam qildim. Rahmat. Obuljon sizga ijodiyatdan biroz kital bergan aqcha. Yo'q, menga bermadi bu choy. Sizga bermadimi? Yo'q, menga do'stimning hammasiga bekor berib o'tdim deb qo'yib o'tadi. Bu yoq o'zim ijodiyat qildim emasmi, mening ijodiyatimni yaratmaydi. Bir birsanglar berisdan ajit yo'q. Yaratmaydi. To'g'ri. Yo'qda, shunda yaxshi ijodiyat. Bek yarısı menga bermaydi ko'p. O'shkini so'qshab qolmanglar deylar. Yoqqa ko'zni qisayotdi. Ko'zni qisayotdi. Rahmat İbrahim. Yana bir qatam xayrlashingizni qo'llab bizning sahnamizga kelib berganingizga. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Qaytingizmi ma'qulamsiz? Bo'ldi, rahmat. Obuljon sizga ko'p rahmatni aytish yo'q. Shunday bir narsa kelibsizlar. Xayrlashingizdan davolaydigan ishlar chiqib qolgan o'xshaydi. Aldirash qaytdi. Siz mo tövanga tushib aramag'ash tursangiz. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Bakalmasam gözlerimge telmürüm, aytalmasam sözlerimni eymenip, yatalmasam geceleri dolgunum, aşklığım etmay sana ne kılay. Yatalmasam geceleri dolgunum, aşklığım etmay sana ne kılay. Mahallemden aylanıp gidelmesem ne kılay. Sana atab gül üzüp birelmesem ne kılay. Visalinge telmürüp yedelmesem ne kılay. Şahzade bu düşünge girelmesem ne kılay. Uçraşqanda bakmaz bulsam oğlunum, köymez idim taraqında dolgunum. Jöylüp seni düşlerimden uygunum, tapalmasam ettin canan ne kılay. Jöylüp seni düşlerimden uygunum, tapalmasam ettin canan ne kılay. Saçlarını tal tal kılıp, şok gözlerin kıya bakıp, yürügümge atam sen hey, kirpigimni yok ya kılıp. Yüzümni daptak kılıp, yürügümni kaptak kılıp, uyunge elçe ilip, kirelmisem ne kılay. Yüzümni daptak kılıp, yürügümni kaptak kılıp, uyunge elçe ilip, kirelmisem ne kılay. Uyunge elçe ilip, kirelmisem ne kılay. Kirelmisem ne kılay.